Psixologlarning aytishiga qaraganda, ayollarning tonggi rituali eng avvalo tinchlik va yaxshi kayfiyat bilan boshlanishi shart ekan. Iye, Dilshoda deb yozilganmi? Dilshoda? Ochaymi? Ochmaymi? Gapiraymi yoki gapirmaymi? Gapirish kerakmi yoki yo'qmi? Gapirsam-chi? Yo'q. Xo'sh, mayda gap yoki shunchaki urushqoq ko'rinishim mumkin. Telefonimni oldingmi desachi? Ishonchsizlikka o'tib qolmaymizmi? Gapiraymi yoki gapirmaymi? So'rab ko'r shunchaki. Voy, stop. To'xta. Shu narsani hozir kun bo'yi o'ylab yuribmanmi? Shunchalik jiddiy bo'lsa aytib qo'yish oson emasmi? Assalomu alaykum begim. Qarang, ertalab telefoningizdagi SMSga ko'zim tushgandi. Kim? Biznes partnyoringizmidi? Shuni kun bo'yi o'ylab yurdim. Aytmasam bo'lmasdi. Har qanday holda oddiy suhbat hamma muammoning yechimi bo'lishi mumkin. O'z vaqtida ayting, gapiring va so'rang.